bo'ldi. Bizlar bilan hamkorlik qilayotganingizga oldin sizdan ishonmadingiz ham. Bilingandan keyin keldingiz. Mana rezultat bo'lgandan keyin kelishni boshladingiz bizlar stelkalarni. Mana o'zingizda qanaqa rezultat bo'ldi? Ayting. Doktorlarni ishontirish qiyin-a, lekin bilasiz. Yo'q, men o'zim vrachman, nevropatolog. Bu ham bo'ladi. Bunaqa stelkalarni boshqa kompaniyalarda ham bir paytda Rossiyaniki bo'lgan, Tershiniki bo'lgan. O'sha paytda men ishga kirganimda onamniga, otamniga, qaynotamniga, пожилой возрастdagi insonlarimga olib berganman. Alhamdulillah, juda ham yaxshi yurishadi. Halizgacha meni qaynotamni ham juda ham yaxshi yuradi. Bu stelka boshqacharoq tuzilgan edi, lekin ta'sir mexanizmi xuddi shunaqa edi. Oyoq tagidagi joylashgan biologik faol nuqtalarni stimulyatsiya qilish yo'li bilan butun organizmdagi hamma organlarning ish faoliyatini me'yorida ishlab berish xususiyatiga ega bo'lgan. Hozir oxirgi mana shu 3 yil ichida menda o'zimda ham belimda Поясничный крестовый отделda L3, L4, L5 segmentlarimda 6 mm dan 3 ta grija aniqlandi. Конечно, bu MRT tekshiruvi asosida aniqlandi. Unga tushishimdan maqsad o'zi chap tomonlama yurishim og'irlashib, chap oyog'imga og'irlik berib, og'riq kuchligidan umuman даже bir 20 kun ichida umuman uxlolmadim. Har xil tibbiy preparatlar